ko'pincha sun'iy intellektni qora quti deb tasavvurlashadi. So'z kiradi, so'z chiqadi, lekin u nega shunday dedi tushunmaymiz. Chunki sun'iy intellektni dasturlash orqali emas, o'rgatish orqali shakllangan. U o'z yo'li bilan muammolarni hal qilishni o'rganadi. Agar biz sun'iy intellektni xavfsiz va ishonchli bo'lishini istasak, uning fikrlash jarayonini tushunishimiz kerak. Buni miyani o'rganayotgan neyrobiolog kabi tasavvur qiling. Unga ham ichki jarayonlarni ko'rish uchun maxsus vositalar kerak. Sun'iy intellektni ichida qanday tushunchalar bog'lanayotganini va javob qaytarishda qanday zanjirlar ishlayotganini aniqlash imkoni paydo bo'ldi. Qandayki miyani tushunish inson sog'ligi uchun foyda bersa, sun'iy intellektni tushunish ham uni xavfsiz va ishonchli qilishga yordam beradi. Agar sun'iy intellektni nima o'ylayapti, nima uchun shunday qilyapti tushunib yetsak, unga ishonish osonroq bo'ladi. Agar sun'iy intellektni fikrini o'qishni o'rgansak, u nimalar qilmoqda va nima uchun shunday qilyapti tushunishimiz oson bo'ladi. Qandayki neyrobiologiya kasalliklarini tushunishga yordam bersa, bizning ham asosiy maqsadimiz sun'iy intellektlarni yaxshiroq tushunib, uni xavfsiz va ishonchli qilishdir. Agar sun'iy intellekt fikrni o'qishni o'rgansa, u nimalarni qilmoqda va nima uchun shunday qilmoqchi tushunishimiz oson bo'ladi. Bu video Anthropic kanalidan olinib, o'zbek tiliga tarjima qilindi.